Assalomu alaykum, kanalimiz tomoshabinlari, Automarket.uz kanalimizga xush kelibsiz. Men bugun sizlarga hammamiz sevgan Matiz Avtos haqida aniq ma'lumotlarni aytaman. Kanalimiz rivojlanishi uchun like va obuna bossangiz, juda xursand bo'lamiz. Oldindan rahmat. Boshladik. Daewoo Matiz bu kichik, ammo juda mashhur shahar avtomobili. U birinchi marta 1998-yilda ishlab chiqarilgan. Shundan beri u butun dunyoda, ayniqsa O'zbekistonda keng tarqaldi. Bugungi kunda ham Matiz ko'chalarida eng ko'p uchraydigan avtomobillardan biri. Bu bejiz emas. Matizning eng katta afzalliklaridan biri uning iqtisodiyligi. U yoqilg'ini juda kam sarflaydi va bu kundalik hayot uchun juda qulay. Tasavvur qiling, siz har kuni ishga borasiz, do'konga chiqasiz yoki shahar bo'ylab harakatlanasiz. Shu paytda tejamkor mashina sizga katta foyda beradi. Yana bir muhim jihat uning kichik o'lchami. Matiz tirbandliklarda oson harakatlanadi va hatto eng tor joylarga ham bemalol sigadi. Bu avtomobil odatda 0,8 litr yoki 1 litrli dvigatel bilan ishlab chiqariladi. Quvvati katta bo'lmasa ham shahar uchun bu yetarli. Matiz tezlik uchun emas, balki tinch va qulay haydash uchun yaratilgan. Shuning uchun ham u yangi haydovchilar uchun juda mos keladi. Endi esa xizmat ko'rsatish haqida. Matizning ehtiyot qismlari oson topiladi va narxlari ham yonbop. Ta'mirlash oddiy va ortiqcha xarajat talab qilmaydi. Shu sababli ko'pchilik aynan Matizni o'zining birinchi mashinasi sifatida tanlaydi. Albatta, kamchiliklar ham yo'q emas. Masalan, uning kuzovi katta mashinalarga nisbatan unchalik mustahkam emas. Uzoq safarlarda yoki katta tezlikda harakatlanganda u unchalik qulay bo'lmasligi mumkin. Ichki joyi ham kichik, bu esa katta oilalar uchun biroz noqulaylik tug'diradi. Lekin shunga qaramay, Matiz o'z vazifasini juda yaxshi bajaradi. U oddiy, ishonchli va eng muhimi, arzon avtomobil. Agar sizga kundalik foydalanish uchun tejamkor va qulay mashina kerak bo'lsa, Matiz juda yaxshi tanlov bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, Matiz ortiqcha dabdabasiz, ammo o'z ishini mukammal bajaradigan avtomobil.